tarix faqat kitoblarda taqdim etilmaydi, uni liboslar orqali ham aks ettirish mumkin. Milliy fashion showda yosh dizaynerlar yaratgan har bir libosda milliy naqshlar va zamonaviy modaning elementlari namoyish etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ortimdagi podium bo'ylab harakatlanayotgan qizlarning liboslarining har biri o'z g'oyasi, o'z ma'nosi va hikoyasiga ega liboslar. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tomonidan Yoshlar oyligi doirasida Milliy fashion show modalar namoyishining respublika final bosqichi Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tdi. Milliy fashion show loyihasi 2025-yildan beri amalga oshirilmoqda. Mana bu yil ikkinchi qismini o'tkazmoqdamiz. Bu yil aprel, may, iyun oylarida respublikamizning barcha hududlarida o'tkazildi va aynan mana shu hududlarimizda 100 dan ortiq yosh dizaynerlar ishtirok etib va ulardan har biridan bittadan eng namunaviy, eng milliy qadriyatlarimizni, milliy an'analarimizni o'zida namoyon etgan milliy liboslarimizni tanlab oldik. Endi mana bugun respublikamizni final bosqichiga yetib keldi. Liboslar har bir xalqning tarixi, madaniyati va milliy o'zligini o'zida mujassam etgan bebaho meros hisoblanadi. Mintaqamizning iqlimiy sharoiti, turmush tarzi hamda asrlar davomida shakllangan e'tiqod va qadriyatlarimiz asosida o'ziga xos milliy liboslarimiz vujudga kelgan. Milliy liboslar nafaqat xalqimizning estetik didi va madaniyatini, balki ma'naviy dunyosi, tafakkuri hamda jahon tamaddunidagi munosib o'rnini ham aks ettiradi. Bugungi kunda ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan milliy liboslar asrab avaylash, ularni yoshlar orasida keng targ'ib qilish va zamon bilan uyg'un holda rivojlantirish milliy o'zligimizni saqlashning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kolleksiyamning nomini Xorazm jilosi deb atadim. Bunda asosan milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda yaratdim. Kolleksiyada asosan bosh kiyim, taqinchoqlar va qadimiy etnik narsalardan foydalanganman. Bugungi namoyish yana bir haqiqatni ko'rsatdi. Milliy moda bu faqat o'tmishdan qolgan meros emas, u yoshlar nigohida yangilanib borayotgan ijod maydoni. Podiumda namoyish etilgan har bir kolleksiya esa milliylik va zamonaviylik bir-biriga zid emasligini, aksincha, ular bir-birini boyitishini namoyon etdi.